Do'stlar, mana meni bo'yim 1.70. Bo'yimga nisbatan buni bilaverasizlar kapotning kattaligini. Kapot kattaligini ham, balandligini ham. O'ta katta ekan, mana o'rtasiga qo'lga yetish qiyin ekan buni. Do'stlar, kim shunaqa yoshlar meni havas qildi? Qaranglar buni. Toyota Land Cruiser 300 taga, mana 2022-yil 60 ming yurgan. Keramika polirovka qilyapmiz, buni polirovka keramika. Mana joyda o'ziga bir arava turpaq ketar ekan agar tekizlik desak, ayol bo'lsa albatta. Qarang, quliga qarang. Bu qarang kattaligini. Do'stlar, mana bo'yni qaranglar bunda. Bo'yimni qaranglar, bu mashinaning balandligini qaranglar. Balon ham katta buni. Meni mashinam buni oldida bolasi bo'lib qoldi. Nabirasi bo'lib qoldi, buni qarang. Tomini ko'rsa bo'laveradi. Tomini ko'rsa. Ha, bu mashina ikkalasini shuni ko'rganda ota bo'ladi endi, ota bo'ladi. Kim shunaqa mashina havas qilgan bo'lsa, bitta like-ni bosib qo'yinglar endi. Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana mashinamiz mana keramikasi bo'ldi. Kechasi kechqurun boshlagandik. Xo'p, shu 9 dan o'tib 10 ga yaqin polirovkasini boshlagandik. Mana ishimiz tugatdi, xudo xolasa. Ko'rishlaring mumkin. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kimga kerak bo'lsa murojaat qilishlaring mumkin. Telefonlarimizni yozib qoldiramiz. Keramikasi bo'ldi mana.